Samarqanddan ham klientimiz keldi, juda maqtayapti. Yugurib ketishimizni yana ekanlar akamiz. Mana o'zlari gapirib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, Samarqand viloyatidan tashrif buyurdik. Joriy yil sentyabr oyida Peshkaradan olib bordim. Bitta xonaga qo'yganman, o'sha xonani 3 ta xonani isitdi. 3 ta xona isitdi. Ha, 7 kilo, 5 kilo ko'mir bilan 3 ta xona isitib, maza qilib yoqayapti o'shalarni. Shunda bir maza qilganmiz, mana shag'idan yana Samarqanddan kelganlar. Nimalar? o'sha pechka o'chirdi. Biz suvlikdan olib bordik, suvlikdan. Mana bu variant. Ha, suvlik variantini olib bordik. Juda ajoyib ekan, ekonomik. Bizda hozir 6 ta radiatorga 6 kilo 7 kilo sutkasiga расход qilyapti. 6 radiator 6 ta radiator bemalol. Radiatorni profildan qurdik. O'shancha bizga ma'qul kelgani uchun ekonomligi hamma tomonlari, issiqligi, xonani egallab turishi, chiroyli yonganligi uchun biz yana qaytadan tashrif buyurib, yana bugun bitta xarid qilyapmiz mana. Yana bitta olib ketilyapti. Shahdan keldik o'zimiz. Xo'p, endi olib ketganmiz. 6 kilo 7 kilo deyapti. Qancha kelyapti 6 kilo 7 kilo orasida? Qanaqa ko'mir? Angren ko'milda, yaxshi issiqlik beryapti haroratini, kichkintoylar maza qiladi, yayrab. Maza qiladi. O'sha yoqmaganda kelmasdim ben. Kim 650 kilometr keladi. Kvadratimiz bizniki hozir 40 kvadratga chiqadi. 40 kvadratga bo'lib. Bemalol o'ynab kulib qo'yiladi. Ya'ni bitta o'zini bitta xona qo'ydingiz, qo'shimcha yana 6 Bitta xonaga bitta qo'ydim, yonida bitta radiator qo'yyapman, qo'shimcha yonida 2 ta 3 ta xona isitishadi. ya'ni 3 ta xona isitadi. Общий nechta xonani isitayapti o'zi bilan? Общий 3 ta xona, 4 ta xona isitayapti. 4 ta xonani isitayapti. Расходи mana Urgut tumanidan tashrif buyurdik, mana Jahonjon mashinasida. Hozir yetib keldik. Xudo xolasa mana olib kelib, ertaga qaytib ketamiz. Расходи biz garantiya berganimizdan ham ko'p ketayotganda bo'lmasa. Bo'lyapti. Ba'zida kamroq ham. Ba'zi kamroq, ba'zidan ham. Ha, havoni issiqga qarab, sovuqqa qarab qo'shaverasiz. O'zi tabiiyga qarab issiqni tanlayverasiz. Bemalol yoqib. O'shancha keldik. Faqat 7 kilo isitmayapti. Suv o'lchamasdan hali. O'lchamarni biz vallakurada kranta quyib oldik. Hali yetdi suv ketgan bilmadim, endi batareyalarga bo'lishtirganim yo'q. Santexnik mashinalari Yo'q, juda oson santexnik. kelib bemalol. Bemalol ular. Ayiq siri bo'lmasa necha pul yo'llatsangiz? O'sha radiatorlarga santexnik necha pul beradi? Xo'sh, santexnikka 2 million bergan bo'lsam, radiatorga bir 400-500 xarajat qildim. 400 atrofida xarajat qildi. Ya'ni bu xo'sh tog'amdagi uylari ketgan rasm. Buyog'i bir 5 millionga borgan emas, shu. O'sha hamma. Общий hammasi xarajat. Ya'ni 5 millionga bormasdan 4 ta Mana xona, gaz yo'q bizda, ko'mir o'tin.